Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlaridagi aziz ko'rurmanlari. Bugungi suhbat programmamiz Yaponiyadagi Qavoljon bilan yuqori fan texnika va Uyg'urlar degan, ya'ni bu temaning ichidagi qonun haqida, atom va molekula dunyosiga haqida bo'ladi. Assalomu alaykum Qavoljon. Qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxona suhbat programmasiga qatnashganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Aleyküm assalam. Rahmat. Rahmat. Hozir endi bugungi suhbatimiz nihoyat muhim bir tema, atom va molekula dunyosi. Biz endi bu asosiy ximiyalik uqumlar, ximiyani biz Sharq Turkiston vaqtimizda 8 sinfdan boshlab o'tadi. Ximiyaning eng boshlang'ich qismi har qanday modda molekulalardan tuzildi, molekula atomlardan tuzildi. Atom yadrosidagi proton, neutron, elektronlardan tuzildi deb bu ximiyalik eng dastlab atalg'ulatida mush bo'yicha yana ximiyaniki boshlanishi bo'ldi. Bugun nihoyat bir muhim tema ustida xalqimizga bir leksiya bermoqchi. Unda bo'lsa ekran sizda, xo'sh, boshlang. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Biz de shu 2025-dan kelgandan boshlab ana da ötmedin de. Tamam, çıkıp bakayım. Ekran qaytyapti. Endi bo'ldi. Bo'ldimi? Biz 2025-yilga kirgandan boshlab 2025-yilni shu qurban texnika Uyg'urlarchilik qilish maqsadida shu 4 cho'ng sohada, ya'ni sun'iy aql, uchur texnikasiga IT, cho'ng sonliq ma'lumot ilmi, ya'ni big data, uning keyin kvantum texnikasi. Kvantum texnikasi biroz cho'ngroq. Mening qilayotgan o'sha kvantum texnikasi endi. Albatta sun'iy aqlmi, ba'zi sun'iy aqlchilikka mashina o'rganishni ilmi. Endi shu boshladik buni joyda bugungi asosliq maqsad nima? Buni bilan bog'lanish nima? Nima maqsadi buni? Kvantum fizika bilan bu atomlik biz kvantum mexanikasi, kvantum fizikasi degan vaqtimizda biz atom saviyasidan tuvan bo'lgan zarrachalarninkini tadqiqot obyekt qiladi degan. Endi bu molekula atomni so'zlab turgan. Buni ba'zi kichik masalalarni joyda kichik ko'zimizdan ko'rinmaydigan narsalarni joyda biroz cho'ngroq narsalarga bog'lab turib tushungan vaqtimizda texnik yaxshi tushuna olamiz va ashning harakatlarini joyda yaxshiroq ifodalab bera olamiz degan. Shunga buni so'zlaymiz. Asosliq buningda bek tafsili so'zlab ketmayman, chunki buningda o'qigan maxsus mush kasb o'qiganlar bor. Molekula ximiyasi, biologiya, biomolekula degandek bir narsalar o'qigan, kasb o'qigan odamlar so'zlasa texnik tafsili so'zlab berdi. Men buningda asosiy joyda vaqtda asosliq molekula modellari, ya'ni 3-4 xil model bor. Shuni so'zlayman. Uning keyin joyda buningki bizningki kvantum fizika bilan qanday munosabat, qanday bog'lanish bor. Mushuni azroq so'zlayman. Shuning bilan asosliq maqsad mushu. Endi bek tafsili so'zlagandek nima emas, faqat suhbat shaklida tushunsangiz bo'ldi. Asos bilim saviyasida. Bo'ldi hamsa boshlab ketsak. Endi joyga vaqtda shu molekula va atom dunyosi dedik. Ya'ni kichik biz bayat ne dedik masalan elektronlar va protonlar va boshqa undan kichik kvarklar degan. Kvarklar joyda. Ularni tushunish uchun joyda undan biroz cho'ngroq bo'lgan narsaga bog'lab turib tushunimiz degan. Ya'ni bog'lab tasavvur qilamiz degan. Shuning ya'ni biz masalan kvantum fizikani so'zlagan vaqtimizda burun so'zlagan tonal effektga, uning keyin zarrachilik va to'lqinlik xususiyati, uning keyin chirmish hodisasi deganlarni. Ashni so'zlagan vaqtda biz ba'zilik ko'zimiz ko'radigan masalan maktabdan qetish degandek hikoyalarni kichik nima hikoya shaklida elib so'zlagandik. Uning keyin bolalarning suv o'ynashini misol qilishlar orqali so'zlagandik. Endi nima ish bunday so'zlaymiz degan vaqtda bayon deganimizdek bizning ko'zimizdan ko'rinmaydigan narsalarni joyda vaqtda biz tushunishimizga oson bo'lsin uchun joyda vaqtda ashuna bog'lab turib tasavvur qilamiz degan gap. Ya'ni bog'lab turib tasavvur qilib tushunishimiz qulay bo'lsin uchun buni so'zlaymiz ham. Endi joyda shu molekula dunyosi, ya'ni atom dunyosi buni hamma bilasizlar, biz to'liq sizdan boshlab o'rganamiz.
molekula, atom degandek narsalarni adi so'dan boshlab o'rganamiz degandek. Endi buguncha vaqtda shu molekulalarning modellari, uninkinchi vaqtda kvant mexaniklik shu atom modeli degandek. Uninkinchi vaqtda atomlarning ximiyalik bog'lanishi, qanday bog'lar orqali bog'lanib turdi. Asosiy 4 bog'ni so'zlayman. Qolganlarini boshqalarni tafsil so'zlagan vaqt texnik chiqib deb qarayman, chunki bu har kas tug'an Uyg'urlar bor, har soha tug'an. Sizlar o'ylab qolgan kas tug'anlar bor degan doktorlik o'qiyotganlar bor. Ular chiqdi keyin vaqt kelganda. Uninkinchi vaqtda o'sha cheklash kuchi degan bir kuch bor. Buni cho'zayotda kvant mexanikistikka cho'zayotda biroz munosabatlik. Shuni ozroq so'zlayman. Qolganini cho'zayotda keyin vaqtimiz kelsa biroz yuqorilgan o'rta saviyada so'zlagan vaqtimizda boshlaymiz. Masalan, men kvantum fizikasini dastlab saviyani so'zlab bo'ldim. Endi o'rta saviyada so'zlamoqchi. Bu cho'zayotda cho'qim siz to'liqsizniki tutgan saviyada bo'lmasangiz tushunmaydigan darajada so'zlaymiz shu vaqtda. Men hozir bugungi so'zlagan cho'zayotda odatda normal odamlar normal aqlingiz bo'lsa tushunalisiz degan gap. Aşırı so'zlayapmiz endi meni so'zlashlarimiz ashuna ketsa endi qolganini birlikda to'liqlashib ketamiz endi. Endi atom modellari degan vaqtda bizning asosliqi 3 tal model bor, ko'p uchraydigan modellardan. Bayatdan şolay. Siz chiqmayotgan vaqtda agar uzilib qolsa deb qo'ying. Bo'ldi. Atom modellari odatda biz mayda so'zlaydiganimiz 3 xil modelni so'zlaymiz. Buni tadrij taraqqiyotni maydan ko'rib olsangiz bo'ldi. 1800-yillardan boshlangan. Ana 1926-yil vaqtida bir qadar muqimlashgan modellar o'tirib qo'yilgan deydi. Buning asosliq dangliqlarni jo'yoqda Thomson deganlar va aniqini Schrödinger bor. Schrödingerning biz nima so'zladik-ku? Schrödingerning mishik tadakkur tajribasini. Uninkining Bohrning modeli bor degandek. Boshqa bir Dalton modeli, boshqalar bor deganda bormi degan vaqtda bor. Ben faqat bularni bugun so'zlash munosabatlik bo'lganlarni so'zlamoqchi. Shu Mao Thomsonning molekula modeli jo'yoqda buni o'zim bo'lkisi model deb oldim. Uyg'ur tarjima qildim. Endi buni qolganlar Thomson model deb basanlar chiqadi-ku. Shuni qarta Uyg'urcha qaydan mos keldi ekan deb tushunsanlar bo'ldimisdan buni nima ish qildi deganda vaqtda masalan men bo'lka qaranglar. Mo'shna o'xshab ketadi-ku. Shunga ma'noli o'zim modeli deb o'zim bo'lka modeli deb oldim buni. Balki men qiziqarli bo'lishi mumkin endi boshqa Uyg'urcha texnik yaxshi atilsa bo'ladi. Buning uchun vaqtda buning modeli nimaga o'xshab ketadi? Xuddi o'zim bo'lkisi bor, shunda o'tirni kesgan vaqtda o'zimlarning qalam o'rlashgan holatida bir tekshirlik holatiga o'rlashgan holatda ko'rsatilgan. Buning uchun vaqtda mush modelni o'sha Thomsonning modeli deb qarayman. Bu odatda bir tekshirlik modeli, bir tekshirlik bo'ldi deb qaraydi. Kesgan vaqtda bo'lmasa mana jumla qo'ysa, yana jumla turaveradi degan. Uning keyin sayyorlar model deydigan yana bir model bor. Bu cho'dagi vaqtda xuddi sayyorlarga o'xshash. Masalan, Quyosh sistemasi, Quyosh markazi ta'limoti, uning keyin burun yer markazi ta'limoti 300 yil hukm surgan. Endi cho'dagi vaqtda Quyosh markazi ta'limotida hukm suradi, balkim bu qancha hukm surdi va mangilik siramni uni hech kim bilmaydi degan. Endi ashunga o'xshash sayyorlarga o'xshab ketadigan bir model shaklda bir-birini bir tekshirlik emas, ya'ni markazni cho'rdab aylanishib olib turadigan. Bu holat masalan ma'ni qarasa bo'ldi. Ma'niga o'xshasa bo'ldi. Masalan ma'ni Quyosh desak, buni atrofidagi sayyoralar bor. Bu shunga o'xshash sayyoralar modeli degan model. Endi yana bir so'zda kvant mexaniklik atom modeli. Bu joyda biz oldin qaytamiz so'zlab o'tib ketgandik. Bir atomlarning zarrachalarning, ya'ni atomlarning ichida elektronlar, protonlar. Elektronlar joyda ularning harakatini bizning maqsadimiz shu elektronlar, protonlar bilan qayishish. Uning kichik kvarklar bilan qayish degan gap. Ya'ni ashlardan tadqiq qilamiz demakchi, qayish degan. Endi joyda bularningki biz oldin qaytam deganimizdek, o'rnini o'lchsak, tezlik yo'qolib ketadi. Tezlikni yo'qotsak, ana tezlikni o'lchsak joyda, ya'ni harakatini deymiz. Harakatini o'lchsak o'rni yo'qolib ketadi deb bir aniqsizlik prinsipini so'zlagan to'q.
Şunun için deyapta, manandan için deyapta biz bunu tasavvur kılalayımız. Fakat protonun etrafı deyapta elektron bulut haleti asılı bularaydı. Yani elektron bulutunu haleti göründü. Yani deyapta çok meyede de kesip eytanmayımız yaparadı. Ama bu mu tehi nime? Bu çokum şunda bolu degenlik emas. Hazır gerçi şunu putlesep turadi muşu qaydan, muşu qannedan qanday. Yani elektron bulut haleti görüntü payda oldu. Bunun o'rnini bilmaymiz deb qaradi. Ammo bu yaqin tadqiqot jo'ray vaqtda bunun o'rnini bilalaymiz deb qarayotgan professorlarmi tajribada isbotlayotganlar chiqadi degan. Agar ularning haqiqatan o'tirib qo'ygan nazariyalari to'g'ri chiqib qolsa vaqtda bumi o'rildi degan. Yani bunun o'rnini o'lchayalaymiz, ham tezligini vaqt harakatini o'lchayalaymiz degan gap bo'lib qoldi. Buni keyin vaqt o'tgach ko'rmadik. Bu shaklda mavjudlab turdi mana. Elektronlar shu bulut shaklda holat bo'lib turadi. Buningki qaysi nadikini biz o'rnini bilsak degan joyda harakatni yo'qitib qo'yamiz. Harakatni o'lchayolsak joyda o'rnini yo'qitib qo'yamiz. Endi buni joyda biz faqat shu elektron bulut shaklda hosil bo'lib tura oladi deb qaraymiz. Endi bu yerda bir dangliq bir rasm bor, balki shunda bo'lishi mumkin. Mao joyda vaqtda shu yaqinqi zaman kelgusidagi yaqin zamandagi eng yangi rasmdan shu haqiqiy holatda Mao shu elektronlarninki elektron bulutini haqiqatan rasmga torta olgancha hozir texnikalar ish quroldi emasmi hozir ashtan harakatini cho'day vaqtda harakatni ko'rilish qitim soni cho'day vaqtda mushlar rasmga ola olgan bu shu yaqin kelgusidagi eng zo'r muvaffaqiyatlarning birisi mavaqt kelgusi vaqtda faqat buni bu tasavvur shaklida biladik degan bunda bulut shaklida bo'ladi degan Mao cho'day vaqtda amaliy harakatda rasmga tortilgan harakat oldi. Onun için kimyalik bağlanışlar, atomlar bir-biri qanday bağlanıp turdu. Bu bağlanışlarni bilasizlarmi? Hidrogen gazı var, oksigen gazı var degandek. Ular qanday bağlanıp turdu. Ondan hidrogendan oksigen birik suvning formulasi var. Suvni H2 oksigen 1 degan. O1. Yani bularning o'tirisiga baqqanda, onun için metallarla metalloidlarning o'tirisiga bog'laqanda, metalloidlarning metal degan bizdan vaqtdan shularning orasidagi bog'laqanda degandek. Müşahede tushuntirib qo'yaman da shu elektronlar odatda hamda ximiyada elektronlarni manfiy zarar tiklaymiz-da hamda yadro atrofida aylanib harakat qilib ko'rsatgan paytda atomlar ximiyalik reaksiya qatnash iqtidorini belgilaydi shu elektronlar. Shu elektronni birib etish yoki elektronni qo'shib etish shu xil moddaniki metalliq yoki metalloid xususini belgilaydigan gapda. Hamda elektronninki oz ko'pligi shu xil moddaning metalloid xususiyatini belgilagan narsa shu elektron. Muhim narsa. Xo'sh, endi davom qiling. Endi atomlarning molekula hosil qilish jarayoni jo'rayotda yana ximiyalik bog'lar orqali, ya'ni bog'lanish demdi qanday? Ximiyalik bog'lanish. Ximiyalik bog'lanish yoki ximiyalik bog'lar orqali hosil bo'ldi desak bo'ladi. Bular jo'rayotda odatda ximiyalik bog' yoki ximiyalik bog'lanish deb olsak bo'ldi deb qarayman. Qolgan hamda ilmiy tajribalarni, ilmiy tarjimalarni texdim yaxshi tarjim bor deb qarayman endi. Endi jo'yaqda bularninki o'tiriski bog'lanishlar jo'y masalan qarasangiz kvantlik bog'lanish, ya'ni kvantlik qo'shilish. Bu jo'day vaqtda bir-birini teng holatda chiqarib o'rtaq bog' hosil qilish deb qaraydi endi. Ya'ni sen birini chiqarsang, men birini chiqarayman, ikkimiz birlashib turib o'rtaq bir bog' hosil qilaylik degandek. Masalan, bu holatda ya'ni butunlay birsiga berib etmaydi, butunlay elib olmaydi degandek. Bu holatda kvantlik bog'lanish deb qaraydi. Onun için çoğunlukla mayadaki oksigen bilen hidrogenninki suvni hosil qilishi nimasi formulasi bor. Bu yerda qarasanglar oksigendan hidrogendan 2 atom, oksigendan çoğunlukla 1 atom. Birlashgan vaqt jo'da bularninki suvni hosil qilgan formulasi. Şöyle keçirimler bir şey gapni qo'yadi, chunki bizning kasb munosabat kerak ekan, ximiya o'qigan bo'lganlikda kvantlik bog'da yana bu ko'pincha metalloidlar o'tirisidagi bog'lar tarkib topgancha o'xshash elektronni umi chiqirdi, bumi chiqirdi. Shu orqali bog'langan bog'ni kvantik bog' deymiz. Bu bog'ni kuchli bog'ni yemirilish uchun g'oyat energiya ketadi. Mava ionliq bog' deymiz. Ionliq bog' birisi metallar bilan, ya'ni biz metalloidlarningki bir kishilar metallar elektronni bir yutadi, metalloid elektronni qaytib oladi. O orqali ionliq bog' hosil qiladi. Xo'sh, endi ikkinchi qadam jo'yaqda mana kvantlik bog' qo'yishni qo'ydik. Ikkinchi qadam jo'yaqda ionliq bog'lanish. Ya'ni bayatma Abdurahimjon degandek
iyonluq bağlanışlar. Bular odatda metallarla metalloidlar arasida yuz beradi. Masalan, birisi anında bayatdan degan çolar bir men sen mi chiqaray, sen mi azroq chiqar, men mi azroq chiqay, ikkimiz o'rtaq bir yerda bu bağlashib allaqay tutishlar, bağlanlar degan. Mavjud yo'qda uning aksicha sen birini de, men birini qabul qilay, ana shunda bağlashlar, bağlanaylar deb bağlanish shakli. Bu iyonluq bağlanish bo'ldi. Bularninki ana bularni bizningki bugungi so'zlayotgan nimizga so'zlayapti. Faqat bunda bağlanışlar mushunda shaklda bor ekan deyishlar tushunishi bularniki haqiqatan mana shunday bağlanadi, qanday bağlanadi, qancha elektronni beradi, qanchani qabul qiladi. Uni shu texnimni tafsili so'zlagan vaqtda so'zlaydiganlar chiqdi, shu vaqtda texnimni tushunsa izni bağlanadi. Ben qo'shimcha qilib qo'yaymi kim ishada yana ketgan. Yani yazırsın iyonluq bağlanışda natriylar xlorni yapsızda. Natriy xlor yani iyonluq bağlanış. Yani tipik natriy xlor degan biz gündelik işletilayotgan tuz şu aş tuzu. Natriy xlor. Neke ximiyalik atılışı natriy xlor biz onu aş tuzu deb işletimizde. Yani bu natriy iyonun en aktif bo'lgan bir metal. Şun aktif bo'lgan bir metal, xlor en aktif bo'lgan bu gaz en zehirli gazda endi bu. Adamın en tez öttürgen gazdan birisi. Yani aşı xlorun en sık kavatında 7 tane elektron var, natriyin en sık kavatında 1 tane elektron var. Aşı xlor 1 tane natriy iyonu qatilish orqali turaq tuz ishga yo'lab natriy xlorni asir qiladi. Bu bizning insonlar hayoti eng kam bo'lmaydigan yani tuzda shu shakllangan gap bu narsanikini. Endi aşağı birisi qattiq zaharlikni gaz, birisi metal. İkisidan bir kişiler insan paylık bir narsa, Allah yaratqanın mesela yaratıp yani bu narsani. Şuna ben tushuntirib qo'yib qoldim. Turmushimiz ketgan narsalarda ham hali xo'sh. Jakulab kelsa ziyonliq azlab qolsa bo'lmaydi. Ana metallar bağlanır. Bu ikkisidan boshqa joyda yo'qda yana bir metallarla bağlanish bo'ldi. Yerda metallar. Ana bağlanır. Yani metallar bağlanish degan tümör degandek, mis degandek. Bular qanday holat shakllandi? Bularni so'rayapti shu o'ziniki kvantlik yani metallik bağlanış degan bir bog bor ekan. Buni tafsili men o'zimning ximiya kasb bo'lmaganligi shuna bir metallik bağlanış bor ekan deb o'tib ketdim. Bu yerda tafsili tushuntirib yurmadim. Shunga bu to'g'ri so'zda texnim chunqurlab kirmoqchi bo'lganlar metallik bağlanış degan bog'lar qanday hosil bo'ldi deganni izlanib baqsam bo'ldi. Masalan, qanday degan vaqtda ba'zi bir metallar bor o'xshash element. Amma degan vaqtda uningki tuzilishi va nimasi o'xshamaydi. Tuzilish o'xshamoqligi sababdan uningki xususiyat o'xshamaydi. Qattiqligi, yumshoqligi degandek xususiyatlar farqlantirib qo'ydi. Buni aytayotgan shu bog'larning tuzilish shaklining o'xshamasligidan keltirib chiqargan deb qaraydi ekan endi. Buni bilingan desek masalan bu ximiyada bir narsa var, izotop nima Meyruhan proton sani o'xshash bo'lgan, neutron sani o'xshash bo'lmagan bir guruh elementlarni tarkib topgan narsalar-chi bu narsaga. Bu o'xshamas. Shuning bilan bular har xil turlarga bilimda nimasiniki. Mushtarak tushuncha birlab qilgan chunqur tema. Xo'sh. Endi kvant mexaniklik sirliq xususiyatlari elektronning orbitali, ya'ni aylanish, Paulning chatqiqish prinsipi. Asosliq men bilgan so'zlayotgan mushlarning hammasi yig'ib ketgan vaqtda mush Paulning chatqiqish prinsipi va tonal qizish effektiga yani tonal effekt degan effekt tonallash degan so'zlagan biz. Shuni endi bular qanday munosib, bunday qanday munosabat bo'ldi? Endi mayaki hozirgacha so'zlayotgan mushlarga munosabatlik bo'lganlik uchun uni bunday so'zlab o'tib ketdik uni. Ham shunda bir narsa ekan, ham shunday ta'sir ko'rsatgan deb qarasangiz, agar to'xtam chunqurlab o'rganmoqchi bo'lsangiz, uni bayat dedi qo'y masalan, elektronlar ninki atraf protonniki atrofidagi elektronlar odatda elektron bulut shaklida hosil bo'ldi degan to'q. Mana qarasangiz bo'ldi. Ammo proton atrofida boshqa va boshqa elektronlar. Endi ma protonning ichidan jo'da vaqtda boshqa kvarklar bor. Endi bizningki hozir tadqiqot nimasi jo'da vaqtda elektron material qilyapti-da hozir. Elektron material qilib, elektron bilan, ya'ni proton bo'lmasa, protonning ichidagi narsalar bilan tadqiqot shug'ullanadigan. Masalan, eng oddiysi X bozon degan bir nima bor, shuni o'rnaliqi tangir parchasi deb ataydigan atab qo'ygan-da. Chunki nima ish qilgan vaqtda ham eg'irlikning hammasi, masalan, eng ko'pi H X bozonda bor deb qaradi degan. Ya'ni bu o'yliqi nimaninki Einsteinning bir formulasi bor-ku. F dan mc kvadrat degan.
Ana buni joyda aldığa ki eğitim, aldığa keyinlik aylantırış bulam deyapmı degenini tadqiqlash uchun joyda X buzannikini tadqiqladim. Mesela buni Siren'ninki ana nimede Seren degan bir tadqiqot markazi bor. Aşağıda ölçüş neticesi var. Hem de Xitaylar joyda Xitaylar odatda protonninkini. Anima fotonniki. Foton tadqiqot obyekti qiladi. Mesela aqıtın yasagan çipim joyda fotondan foydalanib yasalgan çip. Kuanit çipi yasalgan çip. Endi yana joyda başqa işledi. İyondan foydalanib elektronlardan foydalanib joyda çip yasap bo'ldi. 3 xil yasap bo'ldi hozir. Birisi protondan, fotondan, yani bir joyda iyonlardan, yani bir joyda zarrachalar, elektronlardan foydalanib yasap bo'ldi. Hem joyda bunanki up down dedi ani ikki xil suydu. Mesela biz kuanit çirmiş degan oldin qitimliq suhbatimizni so'zlab bo'lgandik. Buning joyda zarrachalarning bir elektron yoki qanday proton bo'lsin yoki boshqa narsa bo'lsin deyapsa, buni muayyan yo'llar orqali joyda buni chirmish holatiga, ya'ni jiroqdan ta'sirlash holatiga ekilalaymiz endi. Mush ekkaga vaqtda bu up down shaklda bo'ladi endi. Buni masalan bu nima degan gap desa, masalan aşı biz chirmish holatini hosil qilgan zarrachadan men bir tal ep qoldim, Abdurahimjondan bir tal bo'lsa, men A desam joyda vaqtda A desek ta'tirolmaydi ekan. Yani men 10 desam joyda vaqtda har taraf sol deb chiqadi-ku, qarshi tarafda. Çoxum shunda bo'ldi-ku bu. O 100% ashna bo'ldi deb qaradimiz endi. Yani mush xususiyat vaqtda bizniki shu kvantum aloqalashishi ninki saqlab ashni el beradi. Yani bir so'z vaqtda bu yana kvantum radarlar bormi? Mushni e'lon endi. Yani miyat vaqtda mushu zarrachalarniki elektronlarniki mushalat bo'ladi. Endi so'zda bu biroz kengaydi-ku bu. Hozircha vaqtda atomlardan sinab qilinib bo'ldi. Nima dedim o? Moleküllardan mı, iyonlardan sinab qilinib bo'ldi endi. Endi undan o'tib ketdi bu taxi. U joyda yana bir so'z vaqtda nima deylar? Hujayrada sinab qilinib bo'ldi. Ana xususiyat mushu up down shaklda bo'ldi. Har qanday vaqtda kvantum chirmishish, kvantum jiroqdan ta'sirlash degan zamatlar mushu aynı shaklni yana 0 bo'lsa up bo'ldi, 1 bo'lsa down bo'ldi. Pastga, o'ngga, ustiga, pastga yoki o'ngga, so'lga degandek bo'ldi. Endi bu joyda vaqtda mushunda bo'lamdi degan vaqtda bunda bo'lmaydi. Chamber shaklli 360 gradus emasmi? Ashlar hammasiga mos keldi gap. Shunga kvantum aloqalashni surat tuzilib bor degan gap. Chunki u 360 gradusning 1 gradusning farq bo'lsin, o'xshamaydi emasmi bir-biriga? Anda o'g'andan keyin 1 gradusga xil cho'ng qo'yamda, nurg'un kichiklab yuzadi degan gap. Endi Paulning chetqish prinsipi degan joyda vaqtda mushu Paul degan mush odam, uni men yaponcha nimadan topganlik uchun shunga yaponcha ismini qo'yib qo'ydim. Yani Paul deydi ekan buni yaponcha. Endi Paul degan odam joyda mushu Paulning chetqish prinsipi degan bir prinsipni o'tirib qo'ygan. Bu odam joyda vaqtda nima deydi degan vaqtda 2 yoki undan ortiq ferment, ya'ni o'xshash kvant holati egilayolmaydi. Ya'ni bu nimasi 2 yoki undan ortiq deydi ona. 2 yoki undan ortiq ferment o'xshash holatda egilayolmaydi. Bu yerda up down shaklda. 2 dan ortib ketsa, 2 yoki undan ortiq degan gap shu faqat bir tanlab bo'la oladi degan gap. Qanday? Undan boshqa egilanmaydi. Ya'ni up down holati bo'lmaydi. Faqat bir tanlab up bo'ldi. Yana bir so'z down bo'ldi degan gap. Ikkisi bir vaqtda teng bo'lmaydi deb qaradi degan gap. Bu odam joyda Avstraliya fizik olimi ekan, ya'ni 1925-yilda o'tirib qo'ygan ekan. Yani buning asosliq mushu Paulning chetqish prinsipining muhim nuqtalari degan vaqtda bu kvantum mexanikasining meg'izlik prinsiplaridan birisi. Buniki elektron, proton va neutronlar qatorli fermentlarda bu prinsip amal qildi. Bu yerdan biz degan shu up down shaklda bu bo'ysunda yana bir so'z vaqtda biz shu kvantum chirmish holatida hosil qilgan vaqtimizda jo'y vaqtda ikkinchi bir jo'y vaqtda uni o'xshash holatda hosil bo'lmaydi degan. Mush holatda vaqtda mutlaq bexatarlik holatini saqlab beraylik degan bizga. Ya'ni bu odamning chetqish degan alohidalik va ishtirish degandek tushunish bo'lmaydi. Masalan, birli tek bo'la oladi degan gap. Uning yandash bo'la olgan joyda vaqtda u qabul qilmay chiqib chiqadi degan gap. Faqat birlam o'zlam bo'la oladi, boshqasi bo'la olmaydi degan. Ya'ni shunga
Mesela siz kuantum aloqalashishni yasagan bo'lsangiz, boshqa kuantum aloqasini yasagan bo'lsa yoqda ikkisinin gerçi her ikkisi elektronun işlesimi, her ikkisi protonun işlesimi joyda yoqda ularning mengayotgan yo'li, ya'ni protonlar ila aloqalashuvchi joyda asla o'xshamaydi ekan. Ya'ni tang mana desak, o'xshash ikki narsa hozircha mavjud bo'lib turmaydi demoqchiman adam. Ikkisi ap shaklda, üstü bo'lgan shaklda yoki bo'lmasa ast shaklda, o'xshash shaklda asti bilan faqat azroq farqlar bilan bo'ldi. Farq bo'ldi degan gap o'xshash degan gap emas-ku shu. Anjada bu atom va molekula qurilmasi davr qonuni tushuntirishga yordam berdi. Paulning chetib qo'yish prinsipi yergishlik deb. Atom shakliniki harakat kuchlarini harakat qilishdagi sabablarning biridir. Endi buni o'tsansa o'xshash atom o'xshash orbita, energiya saviyasi. Buningki energiya saviyasini bilamiz-ku, biz to'liq o'rgangan atomlarningki sirtlik elektron saviyasi va elektronlarniki deydi. Lekin ikki elektronning o'xshash aylanish holati. Ya'ni har ikki elektronning o'xshash holati aylanmaydi deb qaradi. Ya'ni ikki elektron masalan natriynikiga qarasak, necha elektron bor? Materialdan birdan elektron bor. Ya'ni o'smirtidan. Ikki undan ortiq bo'lgan joyda, sen oksigen desak masalan 6 Ya'ni nimacha hidrogen desak 2 mi 1 mi? Hidrogenning 1. Aşağıda ikkidan ortiq bo'lib qolsa vaqtda bularniki tang o'xshash bir orbitada aylanadigan birlam elektron bor, ikkinchi bir elektron yo'q demoqchiman. Nima aloqa elektronlarniki qavat joylashi birinchi qavatdan tortib eng sirtqi elektronga to'ldirib emasmi? Qismida nimasi bo'yicha. Ana shu eshib qolgan eng oxirgi sirtqi elektron qavat nimasi bo'ladi. Ama Paul'un çetkişlik prinsipi asasen elektronların ba'zi mayatında biri up bo'lsa, ya'ni yuqori bo'lsa, bir joyda vaqtda davam shaklda o'rinlashtirilgan. Mayatdanki resimdan maqsad chiqdi. Endi men joyda mush Paul'un çetkişlik prinsipi Paul nazariyasi, ya'ni Paul degan odam o'tirib qo'yganlar joyda buning Paul cheklamasi degan nurg'un ismlar atildi. Shuningdek, men har xil ismlar Paul'un çetkişlik prinsipi, Paul nazariyasi degandek. 12-joyda Paul yeklash degandek. Paul'ninki cheklamasi degandek. Bunda atildi ekan. Bularni texnikada cho'nqurlab o'rganmoqchi bo'lganlar endi joyda. Buni bizning joyda keyingi darslarimiz so'zlamaymiz. Chunki keyingi darslarimizda biz kvantum mashina o'rganishga kirib ketamiz. Bu nazariyalarni so'zlamaymiz. Buni maqsad saat o'qiydiganlar, o'qimoqchi bo'lganlar texnikada cho'nqurlab turib, men mush Paul'ning chetqish prinsipini asos qilib o'qib qo'y. Desanglar texnikada yo'l bir nima unda bildirish o'qasin, bildirib o'qasin deb men chiqarib qo'ydim. Men Paul'ning chetqish prinsipini. Endi yana bir so'z biz mushni ishlatamiz-ku. Amaliyotda biz buni o'zini ishlatmagan bilan joyda vaqtda mushni kodlagan vaqtimiz joyda vaqtda kodni mush shaklda yozamiz degan gap. Ya'ni birdan ko'p ortiq shaklda ikki yoki undan ortiq o'xshash shaklda mavjud bo'lib turmaydi deganni kod shaklda ifodalaymiz ham o'shada. Shu ma'nosida qisqa ko'rsatib qo'ydim yana. Biz mana joyda tonal qizish, tonal effekt ekan. Bunun joyda biz oldin qaytim so'zlab ketgandik elektronlar. Hozir joyda buningda atomlarniki o'tib bo'ldi. Uning joyda molekulalar mayda bo'ldi. Endi Koreya universiteti joyda bunga hujayralarni sinab qilib muvaffaqiyat qozondi degan. Endi buning joyda nemish bunda o'tadiganligini hozircha hech kim birini deyolmaydi, uqolmaydi, ammo bunda o'tadiganligi bunga haqiqat. Endi moddaning xususiyati va atomlar molekulalar o'rtasida munosabat bayatni dedik-ku, atomlarniki qanday tuzilishga asosan joyda materiallarniki xususiyati, ya'ni moddaning xususiyati belgilandi. Buni texnikada kimyada o'qiganlar texnikada yaxshi bildi. Masalan, o'xshash karbon atomidan karbondan tuzilgan moddalarniki garchi hammasi karbon bo'lsa, ammo tuzilish shaklining o'xshash bo'lmasligi joyda xususiyati o'xshamaydi endi. Masalan, grafit bilan almasga o'xshash degandek. Avval so'zga kechiring, gapimiz bilan avval so'zga naq mushtichu, karbon asil elementlar deymiz. Aslida karbon buni tarkibiga masalan küme karbon asil kirdi. Biz ishlatayotgan kümelar yo'q. Undan boshqa grafitli va olmasli va
hammasi shu karbon ilmisiga Doğru. karbon oilasiga ilminatlar deymiz hamda. Bularning ichida shu nima küme bilan graflar çürük. Graftiga bize qarindosh childigan yozgan shu narsa shu qarindoshning qilib nimasi. Shu küme graft qarasak çürük keldi, chupog'icha chaqilib turdi. Graf texnik nimasi. Nima qarasak, olmas qarasak u o'zining natijasi qattiq narsani tejaydi. Nima uchun deganda shuniki atom yadrosiga joylashgan elektronlarning zichlığından da hamda narsanikini, ya'ni mushtaq tushundirmiz bu narsani, kimiyat narsani. Qancha yadro markaziga jug'langan, toplangan elektronlarimiz qancha nima bo'lib qolib qolsa, uningki nimasi texnik kuchli bo'ldi-ku nimasi. Mushtaq shaklda tushundirdimi boshqalar Tuzlashlar xususiyati. Ana men tümürni qo'ygan. Tümür degan odatda yerda shakllanmaydi faqat ya'ni nimadan tushirgan deb qaraydi. Bizning islom dinida Qur'oni Karimda bor tümürninki osmondan tushirgan. Endi jo'ra yoqda buni hozirgi fanmi mushuna isbotlachi buni. Ya'ni bu yerda yo'q. Faqat yomg'ir bilan va yoki suv bilan tushirgan chang tuzlardan jo'ra yoqda yuqoridan tushirganligini ko'rsatgan. Shu ma'noni men chiqarib qo'ydim. Uning keyin meyada moddalarning xususiyatidan o'zgarishi o'xshash karbonat bayatın Abdurrahimjon degandek hammasi karbondan tuzilgan narsalar, ammo jo'ra yoqda ba'zilari qattiq, ba'zilari unda qattiq emas degandek. Endi xulosiga vaqtimiz jo'ra yoqda shu atom va molekul dunyosida jo'ra yoqda ko'zimizdan ko'rgil bo'lmagan bayatındek elektronlar va protonlar bilan degandik. Bu narsa jo'ra yoqda qonuniyligi odatda bular bir qonuniyatga bo'ysunadi. Ammo jo'ra yoqda bularni biz bağlab tasavvur qilmasak jo'ra yoqda tushunishimiz biroz tez bo'ladi. Ya'ni bir jo'ra yoqda biz taki oliy maktabga chiqsak klassik fizikani o'rganamiz. Klassik fizika jo'ra yoqda ma'lum bir xil qonuniyatlar, ma'lum bir xil ko'zimizdan ko'rib, amaliy tajriba bilan ishlayolmaymiz unda, ba'zi qiziq narsalarni. Ammo jo'ra yoqda kvantum fizikasiga kelganda buni biz ishlayolmaymiz. Tajribani ishlayolmaymiz. Xil yuqori to'ng tajribaxonlarga borgan vaqtida uning kendidan ishlayolmaydi degan. Yani bunun için jo'ra yoqda kichik shu mikro dunyodagi ishlarni jo'ra yoqda yuz berayotgan ishlarni asosida tushunamiz. Moddaning qattiqligi, ya'ni o'xshash atomlarni o'rinlashtirish o'zgarganda, o'xshash bo'lmagan moddalarning aylanib qolishdek sirli hodisalar degandik. Uning keyin jo'ra yoqda olimlar bu sirli dunyoda davomli eng oxirdagi bir uchur shaklda. Ya'ni olimlar bu sirli dunyoda davomli tekshiradi. Bir uchur chiqqan holat yo'q, Shunga materialni qanday atom tashkil topganligini tasavvur qilgan. O'xshamagan ko'z bilan dunyoni ko'rasiz. Biz ba'zi narsalarni jo'ra yoqda bularni kvantum fizika jo'ra yoqda hamda men tug'ilgan 6 oylik bo'lgan bu vaqt desak bo'ladi. Shunga buningda bo'shliq nihoyat ko'p. Sen shunda bo'lganlik uchun jo'ra yoqda sen patent huquqining 5 minglik 10 minglik patent huquqi sinib bo'libdi dunyoda. Shu kvantum munosabatliklar. Kvantum kompyuter ulamdi, kvantum shifrlashtirish ulamdi degandek hammasiga aloqador. Buning jo'ra yoqda 3400 Xitoyniki ekan. Masalan, uni mendek oshirib o'tdi bu deb qarasana 2016 tortib hozircha e'lon qilingan maqolani tekshirib qo'yinglar. Science ulamdi. Qaysi maqolani o'zinglar qaysini ishonch qilsanglar. Ashuni qarasana mutlaq ko'p sonligini Xitoylarga kelib ketgan ekan. Qaysi qarasana Xitoyning asosiy kvantum maqolalar nurg'un degan gap. Ya'ni buningda Xitoy 2016dan tortib nima qilyapsa 2020da birinchilikni qo'lga olib degan gap. Ya'ni maqola e'lon qilishda, shu kvantum qilaqdir maqolalar qilishda Xitoy birinchi o'rinda turadi degan gap. Endi bizcha degan gap. Aslida cho'ng Xitoylar bir kurash qilamiz deb meydimizga urayotgan bizlarcha. Reallikni qabul qilamizmi, qabul qilamiz. Reallikni qabul qilmasak bir shapaloqlar yeb ishki yatadigan gap. Shuning uchun yoqda qarashimizdagini texnikum yaxshi tushunishimiz kerak. Shuning qarta kuchli holatda texnikum yaxshi tayyorlik qila olamiz degan gap. Shu bizningku har qaysi sohalarda o'qiyotgan doktorlar, professorlar pensiyaga chiqib, maoshini deb u ham bu yoqqa yugurib yurib o'ynayotganlar bor. Endi ular jo'ra yoqda balkim eng qisqa vaqtda texnikum yaxshi fikrlar bilan o'tirib qo'yamiz. Dunyo Uyg'ur akademiyasi bor. Nomi ulug'. Bularningki balkim bunda tajribaxonlari, balkim bunda tadqiqot markazlari bo'lishi mumkin deb qarayman. Sen hozirgi raisi nima bu? Abbos apandim. Rishad Abbos apandim.
Aşağı benim balkim doğrugerlik tədqiqat mərkəzi qurğan buluş mümkün. Uyğur doğrugerlik tədqiqat qilgan buluş mümkün. Aşağı Uyğur Akademiyasındakı doktorlarni başlançılıq qilib. Bundan keyin tədqiqat qilmasak bizningki ishimiz chataq degan gap. Buning uchun shu yoqda birinchisi yoshlar kichik bolalarni yetishtiramiz. Ikkinchisi shu yoqda yoshlarni yetishtiramiz. Uchinchisi shu yoqda cho'nglarni yetishtiramiz kerak. Yani 3 qadamlik holatda qilmasak bo'lmaydi degan gap. Biz bo'ldi cho'nglarning umid cho'nglar deganim endi 50 de eşip ketkenler emas. Ularning ishonchimi tugab bo'ldi. Shuni hozirgi yoshlar qartayliqqa alg'i surish kuchimi asta-asta yo'qolib ketib boradi degan gap. Asli ular bizni qo'llasa, quvvatlab bersa, ular azroq menib bersa, voy, mushundaq menibdimi? Bizni bijiqrab mang'ayli degan holatga kelimizda. Endi yoshlar degan vaqtda endi shu oliy maktabni puttugan endi ma'lum bir soat o'qib, ma'lum bir kasbni qilayotgan qolib vaqtda mushlar cho'da turib men bir umr mushu haq ishlab o'tab ketamdim. Yoki azroq maosh ishlab o'tab ketamdim 28 soat, 24 soatning 8 soatini buni ishlab berandim. Azroq Uyg'ur uchun azroq bir manfaat ishlab o'zim qilayotgan ish bo'lsa mablag' manfaat yetkazadigan vaqtda ular birlashib turib o'zimizningki bir tadqiqot markazlarini qursak bo'lgan gap. Bular nihoyat muhim degan gap. Sonliq ma'lumot ombiri qura olishimiz kerak degan gap. Undan keyin kvantum texnik tadqiqot markazi qurishimiz kerak. IT qurishimiz eng oddiysi IT'dikilar shu bizningki voy meninkini Xitoy virusni Xitoy hakkerlik qildi, u qildi, bu qildi, bir million yo'qlaydiganlar bor-ku bizningki dangliklar. Haqiqatan hakkerlik qilamiz, hakkerlik qilish arzimni unutmaymiz ama ashtada bahona ko'rsatdi. Endi uni endi ashunda narsalarni juda oldin ola olamiz biz. Ola olamiz, nima qilolmaymiz degandek. Undan keyin sun'iy aql yo'qdi. Sun'iy aql bundan keyin biz haqniki yasab bergan narsani ishlatib ketamiz yoki o'zimiz bir narsa yasamdik degandekni. Endi shu yoqda mushlarni shu yoqda o'zimiz qilimizdek qila olamiz, nima qilolmaymiz. Endi meniki 2030-yilgacha 30-yilgacha 5 yillik bir plan bor mustada. Agar hamkorlashlar hali bo'lsa, 4 soatda bosh sohalar bor endi. O sohalarni agar hamkorlash imkoniyatimiz bo'lsa deyman. Hozircha o'sha IT, sun'iy aql, ya'ni AI, uning keyin kvantum texnikasi, kvantum fizikasi, kvantum mexanikasi degandek. Uning keyin nima? Cho'ng sonliq ma'lumotlar ilmi. Mustada jo'da o'zimizningki eng az bo'lganda men boshladim. Balkim barim boshlab bo'lgan bo'lsa, men qo'shilsam bo'ldi. Uni cho'qim manka deydigan bir narsam yo'q meningki. Kelar biz birin boshlab bo'lgandik, bizni qo'shiladi men qo'shilmay. Qandayroq boshlab bo'lgan narsa menga desa, uning keyin mening oldimda bo'lsa men qo'shilaman. Mening keyinda bo'lsa sizlar men qo'shilaman deyman degan. Mushalat taraqq qilmasak bundan keyin agar ishchilikchi, fishchilikchi mushalat o'zimizning nimalarni, ya'ni o'zimizni o'ngishamasak degan vaqtda bizning ishimiz sataq degan. Shunga qarindoshlar, endi men desam, bek umidsizlik ketdi deb qaraman. Men sizlardan o'sha har qanday bir Uyg'urdan umidligirakman. Men buni umidlikman deblar qilsak bo'lmaydi degan gap. Shunga loyiq tayyorlik qilmasak umidni yegan olmaydi keyin. Bunda qag'ina meningki YouTube kanalim bor edi, Qalbil degan YouTube kanal. Qalbil deb o'qsang, Qalbil deb o'qsang. Mushuncha joyda odatda bir 40 nechidek, 52 dek video yo'llanibdi. Meningki mush yilda 60 ta mush yillik planim. Hozir 52 ko'p bo'pti. G'ayrat qildim mana qila. Shuni g'ayrat qildingiz, mana oyat YouTube so'zlayapsiz. Uyg'ur shayxonasida oyda 2 qatim so'zlayapsiz. Bunu ders tayyorlab, buni qilmoq oson emas, vaqt ketadi, zehn ketadi, o'zingiz ishlaysiz. Vaqtingizni chiqarib, vaqtni millat uchun ozroq bir chiqaray degan bir ideya kallaga o'rlashsa, uning vaqtiga barakat chiqib qil bo'ldi ekan. Vaqt degan sira vaqtmi, bakashning vaqti yo'q degandek, vaqtim chiqmaydi ekanda. To'g'ri. Endi bizningki balkim kelar oydan boshlab meningki boshlagan darsim bor-ku. O'sha kvantum mashina o'rnashtiradigan dars boshlayman. Agar mushunda hamkorlashishni xohlaydigan Python programma tili, undan TensorFlow degandek, uning keyin SQL degandek, uning keyin joyda PyTorchni bildiganlar bo'lsa PyTorchni. Uning keyin GitHub bildiganlar,
Muşuna qarindoshlar bo'lishida vaqtda bir aloqalashsak, hamkorlashsak. Men buni hammani bir so'zlab bo'laman. Chunki masalan men Python so'zlasam, yana bir sana GitHubni so'zlab bersanglar, yana bir sana boshqasini so'zlasanglar, men 30 kunda bitirgan narsani biz 10 kunda bitirib bo'lmaymiz degan gapda. Ya'ni ishlashimiz tez bo'ldi. Chunki mushunda hamkorlashib qilmasak shu degan vaqtda buni birdan boshliq chiqish narsa testingga bir yil chiqaman men, ammo g'ayrat qilib chiqaman. Ammo mening chiqib oxirlashtiruvchi degan vaqtda bu ma'lum bir saviyaga yetib bo'ldi. Mening chiqqan narsam saqlanib qoldi. Internet Uyg'ur tilini saqlash men farz tegib qolish mumkin hamda. Do'stlar, Qavuljon, hozir biz sirtman uchun bolalar paranglashib qilib qolamiz. Hammasi sizning programmangizga pozitiv ijobiy nuqtadan qarag'iliqchi. Bunda u bir odam anglasa, bir turib tushunayotgandek, bir turib tushunmayotgandek qolmagan bu bir yangi bir narsa bo'lgandan keyin biz qiziqdik bunga. Hali bunga nurg'un odamlar anglab tushunmagan bilan, ya'ni tushunganlar bor, yaxshi program bo'layotdi. Chunki biz bu dunyoning fan texnik yetishmagandan keyin Mesela yeteklep mağdağanga Uygur ziyalilarının bir mesuliyeti mecburiyeti, program yaxşı bulavat, izşi davamlaşıp, mağdağanın bizim hoştu de, o texnik çıqıraq adamlar oqışmağın sahalardan çıqqan bolsa deb əfsus, bunlarla çıqmavatıdır. Hazır əmiz siz dediniz, gəpini çıqsaq, abad dediniz, bir qanç tür boyunca əmkarlaşsaq, edep bir neçə nəsin sınatınız emasmı? Cümüldə siz degan nəsin mən düşünməyim ki, o nəsin. Çünki mən kəsbim emas, munosabatan bir yenilik bir narsa. Men ba'zi narsani Facebooklarda boshqa chiqarib qo'yib o'qib, bu mandal narsa ekan, u deb qancha-muncha ekan, ChatGPT'dan yo Google'dan ko'rib mandal bir narsa kerak tushunmayman. Masalan, hozir ham sizlar so'zlab 4-5 turdan gapingiz, uniki birisini tushunmay, faqat ismini anglab boqqan. U qaysi sohada ishlandi, qaysi sohada qaysi qiziqli odamlar shunga sizlar hamkorlashib bo'ldi yoki siz degan narsani o'qib bo'ldi degan bu narsani azroq xalqimizga bir savod bu to'g'rida fikr berish uchun mush to'g'risida ayrim bir programma qilsak, hozir mana shu kelar haftadan boshlab hamda Yevropada ta'til boshlandi. Inson dunyoning ham bir asosiy ta'til mezgili kirib qoldi. Ta'tillarda yana nurg'un odamlar yangi bilimlarni o'rganish maqsad qilganlar bor. Bo'lib qolsa ham xohlasangiz kelar haftalardan bo'lamdi yoki boshqalardan maxsus mush to'g'risida kimchi o'zing abad deb aytgan 5 nuqta. Buni siz nima deysiz? Bu soha mush fan texnikasini qaysi sohada ishlanadi, buni keyingi istiqbollari qanday, mush azroq tushuncha bersangiz, balki qiziqib buni o'qiydiganlar chiqishi mumkinchi bu narsadan keyin. Endi bizning hozir texnikada taraqqiyot qilayotgan 5 texnikalar bor endi. Ana o'sha doktorlik o'qiyotganlar cho'qim borchi bizda Uyg'urda. Unda ko'rinmagan bilan bizning Uyg'urlar har yerda o'qiydi-chi. Ana o'qib chiqdi, tajribalanishlarda ba'zilar bo'lsa kim jiqroq pul berish yoki degan Xitoyga ketganlar bor-ku. Shunday. Endi buncha vaqtda endi azroq Uyg'urlar g'ururini qo'zg'atsak, azroq manfaat bersak, ularni yo'q demaydi deb qarayman endi. Hech bo'lmasa avval millat va oqatish mushtimizda biz rastkab degan nurg'un jihat bek keyinda qolib qoldik-chi. Xudo hozir hammamizning qo'lida iPhone 15, iPhone 16 va ishlatamiz. Lekin iPhone 5 hozir haq bekaga vasm hech kim ishlatmaydi bu narsani. Programma yangilib qolgan lekin bizniki qo'limiz bek keyin to'xtab qolganlikda hamda bunda desak qadam ochiq keladi. Shu davrga mos holda menish uchun biz nurg'un fan texnika bilimlarini shu munosabat nazariyaviy darslarnikini qonuniyatlarni bilishimiz kerak, tushunishimiz kerak. Buning uchun bilim kerak bu narsalarnikini. To'g'ri. Hozir sizga o'xshash millatniki ilg'or ziyolilardan millatni bir fan texnikadan o'zim bildigan sohaning kasblarlar xalqni azroq bir oqatish yaparay, xalqimni bir azroq bilimga qilay deydiganlar bo'lib qolsa, men aloqalashmoqdan ba'zilar ekranga chiqishdan chiroyini chiqarib chiqishni sal nima qilib qoldi ekan-ku hamda. Yo'q, u nima chiqamsa ham bo'ldi, masalan, chiroyini chiqarmaymi? Etiketlarkim ovozini chiqaraveramiz, o'sha shaklda qilsak ham bo'laveradi. Va yoki boshqa sohalarda qaysi shakllarda qilsak bo'laveradi. Uniki zoda bir qilay deganlarga imkoniyat bor. Shu o'zi xohlagan shakllarda biz buni hozirlab beramiz. Bizlarga unalarga o'rganishlarni qaramaslik kerak, qarab olmaslik kerak. Birinchi o'rganishimiz kerak, yana biz shu vaqtda biz pul tepishimiz kerak-ku. Uyg'urlar bek namaratchi, oldin qaytdim. Unda bir iyon to'plashib qolsa, ko'rib ketamiz-ku namaratligimizni qancha darajada ekanligimizni. Ashna vaqtda biz hozirgi yuqori texnikaga munosabatlik nimadan vaqtda siz tarbiyalasak-chi Uyg'urlarni, yoshlarni vaqtda ular o'ziga kuchli xizmat topa olsa, ularni nima bizga bermasmi?
bizga bering demaymiz buni. O'zi azroq pul tepib pitlansa pitlansa deydi qo'y Uyg'urda azroq pitlanadi. Shunda keyin vaqt kelgan vaqtda mushunda bir urush boshlangan vaqtda bir tal bir nima oldin qaytma Kanadaliklar nimaga Ukrainaga bayroqlar setib olib avatimiz deb bir nima qildi-ku. Jo'shib ketdi. Ash davronlab ketdi-ku internet torlarda. Bizning mashina fursat keldi, nima ish kelmaydi. Ash vaqt qanday qilamiz? Bunimiz qo'limiz tutib o'tiramdigandan. Pul yo'qdi deb. Yo'qmiz uni tilanchilik qilib topgan pullarni xajlab bo'lgan, evilib buni xajlab bo'lganlar qanday qildi vaqtda. Ya'ni biz qolamiz degan gap. Endi fursat kelyapti. Fursatni ching tuta olganlar o'zini erkin dunyoga qo'ya oladi bo'lmasa degan vaqtda yo'qlab ketadigan gap. Qo'lsiz degan gap. Shuni mening maqsadim endi IT sohasida taraqqiyot qiladi. Buningki mustada xizmat qilayotganlar nurg'un degan gap turibdi. Buni xiristiri qaysi? Bundan keyin qanday holat o'rgansa texnik davrga masaj oladi. Sen Bill Gates'ninki 10 ming odam tarbiyaladi degan gap. Nimada? Hindistonda. Bu AI degan bir nima xizmat yo'q deb turibdi. Bu nima 10 ming odam tarbiyalaydi degan bir kalla ishlash kerak-da avvalo. Google'ning nurg'un yaxshi tarbiyalashni yo'l qo'yadi degan gap. Nvidia'ning tarbiyalash ilib beradi degan gap. Ular nima jiqadan tarbiyalayapsa? Masala chiqadi mi yoda? Sen mava patmuş Facebook'ta da mal ilola kap qoldi AI. Yani sunniy qilib bu tarbiyalash kurslari u bu degandekda. Da atrab manmada qarab baqaman nima soat tarbiyalaydigando deb yani mushtaq narsalarni xalqimizga ko'chirib bersak. Masalan bularga ba'zilar yaxshi tarbiyalashtirib ekan, ba'zilar hozir aql tarbiyalashtirmalari bor ekan degandek narsalarni qiladi. Yani aş bo'lmasa uni bir maktabga muntazam o'qish kerakda, o'rganish kerakda, uningga xil nurg'un pul ketadigan gap. Ana mushlar narsaniki sunniy aqlniki to'g'ri yutgan anda kurslarimi bor ekan. Ashdan qatnashib qolib qolsa kelar oydan boshlab yana bu agar siz qilaman desangiz qilsak bo'ldi billa. Bo'lmasa har oyda bir qatim yuqori fan texnika munozara suhbati bo'ldi-ku. Masalan men bir tema so'zlayman, masalan kvantum aloqador kvantum texnikasi, kvantum mashina o'rganish degandek-ku. Ashunga mashina o'rganishni azroq tushuntirib, ashunga har sohalar masalan hozir chiqib qolsa-da hamda. U azroq so'zlab degandek. Bundan keyin nima ishlaydi, qanday ishlatamiz, nima o'rganamiz deganda ashuna bir yarim soat 2 soatlik suhbat qilmoqchi endi har oyda bir qatim. Qilaylik bu narsani ammo klub hoyisimi bulavati so'zlayapsiz va ashuni ko'chirib qo'ygan mana chiqsa klub hoyisda hamda ovoz bor, surat yo'q. Mana surat bor. Kimning kim ekanligini bilalaymiz. Nurg'un odamlar kirib manda Uyg'urlarda menda ilm sohasida yetishganlar bor ekan deb o'lim bo'ladi. Haqli millatimiz aktiv energiya taqtolaymiz. Suhbatni shuni o'rlashtirlar, vaqtni muvofiq qilib ya 1 soat ya 1,5 soat. Bo'z 1 soatni qilib tugmay qilib qolsa, kelar qatimliqqa erkin suhbat bo'lgandan keyin 2 qatim qilsangiz bo'ladimi bu yo'g'i? Bir qatim bo'lgandan keyin ikkinchi qatim inkaslar tushadi uningda. Inkaslardagi savollarni yig'ib, uni yana bir qilsak, texnik hozir imtihon qilsak qilib nima pul mashq qilib birimiz deymiz va hamda nima qilib yig'ilgan narsa yig'ib yo'qaplarki shunday shaklda qilsak bo'laverdi u narsani yana. Shu kelar oydan boshlab qilaman deyapman endi. Agar bo'lsa shu da'vatimizga shu ekranga chiqadigan bitta yoshlardan ilm sohasi odamlarni jiqroq topsak, chiqsa dastlabki bir 2-3 odamdan bir chiqdim qilib baqsak, suhbat qilib baqsak, chiroyli riyosatchilik qilsam, ana keyin buni ilmiy ko'rib baqsak, ana odam ko'paysak bo'ldi, 2-3 odam chiqmay 5-6 odam chiqsin bo'ladi masalan. 2 yil burun yaxshi chiqdiganlar chiqdi, hozir texnik azlab chiqmasin. Yo'l ochayotgandan keyin hozir Xitoymi bizning chet ellarda taraqqiyot ketishimizniki, texnik o'rganish ketishimizniki nimasini qiliblar ekan. Asli rasmiy shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidan keyin Xitoy hukumati, Xitoy tajovuzchilari chet el Uyg'urlar o'zal ashnim siyosatlarda bir yig'ib bergancha biz obdal yig'ilib qolgan Uyg'urlar. Namoyishni ko'plab chiqadigan Uyg'ur partiyasi qo'llaydigan shu qadar chiqib hozir diaspora Uyg'urlarniki bir toza yig'ilayotgan mezgilda yo'lni chiqiblar balki kep kelsang bo'ladi degandeklar, shuna olarlar bizni chet el Uyg'urlar bir chechetib qolib qoldi hamda. Chunki biz aqlimizni tepishimiz kerak. Mushi bir yiqildik. Yani yiqildik desek bo'ladimi? Yiqildik. Mushni tura olsak bundan keyin tarixda biz yiqilgan nurg'un narsani qilib baqa hammasida Uyg'ur millati immonat kuchi bir millat. Urib yiqdi desa, qo'psizdan, achchig'ingizdan.
Ama o'zingiz yiqilsangiz qo'polmaysiz degan gap. Yıkılıp ketmezsiniz söz. İşte ilgari fikirlik, aktif energiya taqıtılgan qarindoshlarimiz bo'lsa yuzaki yuzturan kurashib qilsak tex yaxshi bo'lmagan digital dunyo orqali bo'lsa birimiz zaratlab birimiz aktiv energiya taqish orqali millatniki ro'y kuchini oshirishimiz kerakda hamda narsani. Shu hozir qildigan ishlar bek jiqcho. Ish qildigan ishlar jiq bo'lgandan keyin unga adam nim qiladi. Meniki shu bir to'p bor bizningki yuqori pen texnik to'pi degan. Ashuni 30 nechadek qarinishimiz borda. Oldin qaytdan mashi yollasam hech qaysi bir nim qilmadi. Bir ikkisi boshqa siyosat va boshqa jo'grafiyalik nimlar qartas inkas qilganda men buni sirt yezib bersam bo'ldi deb. Men ekranga chiqmayman deb. O'pchilik yo'q. Material tayyorlab bersang chiqadigan ben topmayman deb. Anda onun da mesele yok. Endi aslında mesela Python programı tillandı yoki boshqa program tillandı. Ay nima? Ne texdim yaxshi material PowerPoint shaklida tayyorlab bersangiz bizga slide shaklida. Uni men hech bo'lmasa men qilaman degan buni. İşte bu to'g'ri. Faqat chiqarib qo'ymay qog'alni hech bo'lmasa uchirib mushunda bir narsa uchirib ekan deb ko'rib aninkini qog'alni izlab o'rgangan. Shuni yaqilgan manba qolib qolgan ekan-ku bir narsaniki. Shu. Vaqtim sun'iy aqlniki qanday ishlatish to'g'risida bir program qilsak bo'ldi asli. Hozir Uyg'urlarning program sun'iy aqlni ishlatishdalig'i ba'zi narsalarga diqqat qilmadi-ku. Diqqat qilish kerak. Nimani qanday fikrlarni kirgizish kerak, qanday fikrlarni kirgizmaslik kerak deganlarni diqqat qilmasamaydi-ku. Buningdagi o'zingiz his qilgan nuqta qilib qolsa uni bir programma qilaylik. Shu 8-oygacha balki men programma qilmasligim mumkin. Davomli ketardi shirkatda bir o'g'andan keyin. Adam ketadi. Tayyorlab qilmasam nim qilaylik yana. Ketildiganlar qilib qolsa ketilsin. Shu Abayatning bizningki YouTube kanal bor. Uninkin jo'yapti. Bizningki nim bor? Sun'iy aql degan bir to'pimiz bor. Nimada? Facebook'ta. Belki ko'rgan bo'lishim mumkin. Ashning inkos yazsanglar, men menda ish qila olaman birlashilgan. Dedim-ku bayatın, meni cho'qib mening kinonglar demayman. Sizningki ixtiyoringiz, ya'ni sizning qilgan narsalaringiz mening qilayotganimda texdim yaxshi bo'lsa men siznikilar deyman. Men borman-da avvalgi. O sen kelmasang men seni bormayman degan bunda ishni qilsak biz ikkizda tashkilot qurgandek ikkizga binlab shu hech qanday birim taq. Mening maqsadim shu yoqda eng oxirida bir kvantum tadqiqot markazi. Hech bo'lmasa kvantum onlayn shaklda-chi, o'rganish markazidek bunday quribchi. Ama mush topda, mushunda bir suhbat bor, mushunda shu kvantum to'g'riliq so'zlaydiganlar bor. Mushning kirayman deydigan, mushunda bir shakllantirish. Masalan, ma'noda sun'iy aql to'g'ri so'zlaydiganlar bor. Ma'ning kiray. Ma'noda savol so'ray, qanday savolim bo'lsa, masalalarim bo'lsa. deb ashunda bir holatga ekilish endi. Endi bunaqa IT'da o'qiyotganlar, to'rbetlar oladiganlar ishni texnimiz chiqishi degan gap. Qildigan ishlarimiz Uyg'ur tilini saqlaymiz degandan keyin buni hamma digitalga aylantirib bo'lishimiz kerak degan gap. Bizningki PDF shaklida saqlangan kitoblarimiz qanchalik? Tayinliq degan gap. Bizningki hozir kitob shaklida qilingan. Ashuncha vaqtda PDF ga aylantirishimiz kerak degan. Buncha vaqtda nurg'un ishlar ketadi degan gap. Başlayalım. Qilaylik 8-ni bir boshlab boqila, sizgandek shu yuqori pen texnik haqida bir munozir shaklida bir o'rlashtirib boqila. Bir necha odam. Bo'ldi, qani 8-ninki birinchi charkida. Ya'ni birinchi haftasi. Birinchi haftasi bir o'rlashtirib boqaylik. Undan keyin texnik ilanlarni bermay qani. İlanni chiqaram, uni bir hambaxirlaylik, o'to'g'risini azroq bir yozma yozib e'lon qilay. Undan keyin adam aloqalashib boqaylik. Meniki 2030 qilmoqchi o'zimniki qilgan planlar bor-ku. Endi ashni hamkorlashganlar, birlashganlar bo'lsa, ashni o'rtaq planlarimizni ashni bir o'rtaqlashib, qaysini qila olamizmi 5 yil ichida, qaysini qila olmaymiz deganlarni bir muzokaralashib, undan keyin eng oxirida yana o'rtaq nishon belgilaymiz oxirida. Biz ma'ni qila olamiz, ma'ni qila oladiganmiz, sen ma'ni qil, men ma'ni qil deb. Vazifamiz ayrim bo'ldi, bir yelkamiz ham bo'laverdi biz. Ayda bir qitim, haftada bir qitim kelsaklar, o bizning amaliyotda uchrashtirib qo'ysak, texim yaxshi bo'ladi. Hozir unda imkoniyat bo'lmagandan keyin hozir pul topqicha o'zimiz bir-birimizni. Undan keyin
Ma'lum bir Uyg'ur to'pliqlar, ya'ni Uyg'urlar ko'p yashaydigan bir yer to'planib, uning kendidan aşağı qilgan gap. Qani biz Bereket deb hareketlen chiqdingiz. Mana davomlashtirib shu. videodan boshlagantingiz mana 20 yilda eshibdi. Endi Uyg'ur yoshlar deydigan endi o'zimiz bir sinab baqalay. Aytayotgan bizim 40 kelib qolamiz. Uning kendidan men qilsam qilolmaydi ekanman desekmi bo'ldi. Bir urinib qalay. Hech bo'lmasa ashari iliq nima bog'i iliq Shamni atrofida so'ylagan Parvona. Aslında bir özümüzü urib qalay. Ya kuyab yo'qolib ketamiz. Ya azroq ko'yganda yo'q jimtirib ishimizni qilamiz. Shu keyin istab qolmaydi. Keyin biz bunda qarabcha ise mush Uyg'ur uchun azroq bir ish qilib qo'ysam bo'pti ekan deb ashna pushaman qilmasligimiz uchun qarindoshlar, yoshlar, Mesela 16 yoshga tortib 40 yoshga borishni deyapman, ashna o'zim. Ana 40 chiqargan videolarni ko'raman. Ba'zilari masalan mashina buzib qolib qolsa, ayni qanday mashina mana orada bir dasta qotqanlar bo'ldi. Va yoki boshqa bir narsani nima qilayotganlar va qayga uchrab qoldi va Facebookda ko'ramiz. To'g'ri. Demak, ashlima tirishib xalqim uchun, millatim uchun azroq bir foyda ish qilamanmikan deb medravatganligini ani ko'rib turyapmiz. Bu vatanning torbatlari normal ishlaydigan mezgilda men kun maktabdan kirib qilgan birinchi ishim qozon to'g'izab bo'lgandan keyin tordan keyin kirib o'tirib vatan torbatlarda nima ishlar bo'lar, nima yangilik qilyapti, izdinish, shabnam diyorim torbatga kirib to'xtasa, nima ishlarni o'sha yangi ko'rib turibdi. Hozir vatanning butunlay aloqa uzib ketgandan keyin chiqayotgan videoda yangiliklardan shu xalqimizning medravatida bir ishni qilyapti. Shuni qaraganda chet ellarda bek passivchi biz Uyg'urlar aktiv bo'lib bir-birimizdan qo'l qilgan bir ishimiz yo'q. Shaxsiyatimiz, xarakterimiz nima qilib olmay, chiroyli bilimiga, ilmiga hurmatlab, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab hamkor asosida maqsad o'ylangan bir natijaga erishimiz. Passiv bek bilimlikmi deb qarayman bu. Endi hammadamniki bildig'ini doirasida bilmaydiganlar bildig'ini bilaman deb, bilmaydiganni bilmayman deb ilm bo'lgan bir hurmat asosida hamkorlashib qilsak, yaxshi bir nimaga erishimiz doim bo'lsa, siz degandek 8-yilda bir boshlab boqaylik. Buni dastlabki bir suhbatlarni siz bir narsa chiqaran bilan taqitli uning keyindan asta hozir qadamlar yaxshi etmayapti-da. Chunki bizda izchillik bor. Izchillik. Siz azali boshqa vaqtlar oy chiqqatim qilaman, chiqqatdi bir qatim degansiz, mana 20 yilda oshdi degan nimangizni ketyapsiz. Izchilligimiz bor. Yani nurg'un planlarni qilib qo'ysan boshqalar bilanmi bir chiqqatimlik bo'lib oxiri kelganda to'xtab qilayotgan nurg'un ishlar bor-da, buni qaraganda bir izchillikniki bo'lishi bir yaxshi ish bu. Alaqi tamch suv tashlatishar degandek, mush nimada maqsadingiz, yani millatniki nurg'ulg'a ilg'or fikrlik odamlarniki nurg'adaning va shamni atrofiga parvonadek olishib, yani biz o'ylamagan bir narsaniki o'zga chiqishga bir tur ko'p qilishimiz mumkin. Rahmat, avvaljan qimmatli vaqtingizni chiqarib zamonaviy fan texnik bilimlari bilan nima qilayotganingiz katta gap. Bo'lamsa qarindoshlar, xayr qo'sh, Alloh qilmani salomat bo'linglar. Hammangiz Allohga omonat, kishilar qatnashib sonli ko'rishaylik. Taqib qo'yinglar, YouTube, Facebook, Instagram, X nimamizga qatnashinglar, taqib qo'yinglar, atrofingizga bildigan ilmiy egallari olib qolsa, danglar chiqib so'zlasin. Millatimiz oz-ozdan bo'lsa, yangiliklardan xabardor bo'lsin. Hammanlarga Allohga omonat, kishilar qatnashib ko'rishaylik.